O'zi u fitila bormi? Namuna mebel kompaniyasi 2012-yilda Samarqand viloyati Samarqand tumanida tashkil etilgan. Hozirgi kunga qadar kompaniyamiz tomonidan 1,5 mingdan ortiq obyektlar o'z mijozlariga topshirilgan. Xususan 2023-yilda Toshkent shahrida ham o'z filialimizni tashkil etganmiz. Bugungi kunga qadar Mirabad Avenue, Nest One, Energy kabi ko'plab turar joy majmualarida o'z obyektlarimizni mijozlarga topshirganmiz va mebellarimiz mijozlarimizni xursand etishda davom etmoqda. Ishlab chiqarish Samarqand tumanida joylashgan va Bazis hamda Adnes dasturlari yordamida 90% avtomatlashtirilgan. Bu konstruktorlarimizning proyektni chizishdan boshlab upakovka jarayonigacha barcha etaplarni o'z ichiga oladi. Stolyarka hamda malyarka qismida asosan qo'l mehnatdan foydalaniladi, lekin ushbu jarayondagi barcha vazifalar dastur yordamida beriladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Namuna mebel kompaniyasi 13 yillik tajriba hamda 1,5 mingdan ortiq muvaffaqiyatli loyiha tajribasiga ega.